Assalomu alaykum. Dasturlarimiz davom etadi. Yurtimizda so'z erkinligi va fikrlar xilma-xilligi uchun keng imkoniyatlar yaratilyapti. Bunga internet infratuzilmasini rivojlanishi ham ko'maklashmoqda. Bugun O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 31 million nafarga yetgan. Bu esa mamlakatda raqamli makonning ahamiyatini oshirdi. Ijtimoiy tarmoqlar, onlayn platformalar va messenjerlar kundalik hayot, ta'lim, tadbirkorlik va ijtimoiy muloqotning ajralmas qismiga aylandi. Biroq bu imkoniyatlar bilan bir qatorda internetda noqonuniy faoliyatlar keskin ortib borayotganligiga guvoh bo'lyapmiz. Sohadagi bu kabi muammolar, ularni oldini olish hamda yechimlar haqida suhbatlash uchun mutasaddilarni studiyaga taklif etganmiz. Ularni tanishtirib o'taman. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bo'lim boshlig'i Ma'murjon Parpiyev hamda ushbu agentlikning bo'lim boshlig'i Ibrohim Saidov. Xush kelibsizlar. Muhtaram ishtirokchilar, mana yuqorida ham ta'kidlab o'tdik. Albatta mana shu internetdan noqonuniy foydalanish, internetdagi noqonuniy kontentlarni ko'payayotganligiga ham guvoh bo'lyapmiz. Bu kontentlarning ko'payishi jamiyat uchun qanday bir xavfli jihatlari bor? Dastavval shunga to'xtalib o'tsak. Marhamat. Assalomu alaykum. Haqiqatan ham siz yuqorida juda dolzarb, bugungi kun uchun dolzarb bo'lgan masala haqida to'xtalib o'tdingiz. Internetda rivojlanishi bilan uni imkoniyatlari, sharoitlari ko'payishi bilan birga noqonuniy kontent masalasi ham kun tartibiga chiqdi. Misol uchun noqonuniy kontentni biz 11 turdagi turni bilamizda. Misol uchun noqonuniy kontent. O'sha misol uchun bu nimaga ta'sir qilishi mumkin degan savol har birimizni qiziqtiradi. Birinchi masala milliy xavfsizligimiz masalasiga noqonuniy kontent ta'sir qiladi. Ikkinchisi jamoat tartibini va barqarorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan masala. Uchinchi masalamiz axloq va madaniyat me'yorlari. O'sha ming yillar davomida ota-bobolarimiz tomonidan yaratilgan, umuman ming yillar davomida shakllanib kelgan axloq bilan bog'liq qadriyatlarimiz, madaniyat bilan bog'liq qadriyatlarimizga jiddiy xavf solishi mumkin. Keyingi masalamiz o'sha insonning shaxsiy huquq va erkinliklari masalasi. Internetda ham qay bo'lishidan qat'iy nazar, meni huquqim tugagan joyda sizning huquqingiz boshlanadi. Demak, biz o'zimizning huquqimizni me'yorlarini qayerda boshlanib, qayerda tugashi haqida aniq bir xulosaga, huquqiy normalarni bilib olishimiz kerak. Masalan, milliy xavfsizlik masalasi bo'ladigan bo'lsa, mana masalan internetda shu noqonuniy kontentlarni tarqatish bilan bog'liq holatlarda terrorizm, ekstremizm, separatizm holatini targ'ib qiluvchi axborotlar ham yo'q emas. Kunda kunora ko'zimiz tushib turadi. Yoki etnik, diniy yoki irqiy adovat qo'zg'atishga qaratilgan harakatlar. Mana biz O'zbekiston Respublikasida 130 dan ortiq millat va ellat vakillari yashadi. Aql, inoq bo'lib, uni ko'ra olmagan kuchlar o'zi yetarlikda. Misol uchun mana kecha yaqinda bitta alganaqa raqamga e'tibor berdim. Butun boshli 1 milliarddan aholi ziyod bo'lgan aholisi bo'lgan Xitoyda 10 dan ortiq millat va ellat vakillari yashar ekan. Demak, bizda bo'lsa 130 dan ortiq. Bu 130 dan ortiq millat va ellat vakillari hamjihat, hamkor bo'lib yashash nuqtai nazaridan ham mana bu internetdagi noqonuniy kontentlar masalasida biz ehtiyotkorlik bo'lishi mumkin, bo'lish kerak. Yana bitta masalamiz, eng og'riqli masalalardan bittasi, mana yuqorida siz ta'kidlab o'tdingizki, hayot rivojlangan sari ko'chada davom etayotgan savdo sotiq bo'ladimi, muloqot bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar hammasi internetga ko'chdi. Onlayn virtual hayotga o'rgandik biz. Onlayn virtual hayotga o'rganganimizdagi aksariyat masalan hayotimizda yoki har kuni ko'zimiz bilan ko'radigan narsalarimiz, muloqotlarimiz hammasi internetga ko'chgandan keyin pornografiya, zo'ravonlik, haqorat yoki tahdidkor kontentlar masalasi bo'yicha ham yoshlar ongiga salbiy ta'sir qiluvchi axborotlar ham internetga ko'chdi. Yana bitta alganaqa masalamiz o'sha shaxsiy huquqlar va sha'ni masalasi. Tuhmat, soxta ma'lumotlar, shaxsiy hayotga tajovuz, internetda bullying masalasi, umumiy holatda aytadigan bo'lsak, kiber zo'ravonlik, ya'ni kiber bullying masalasi bo'yicha juda qattiq alganaqa materiallarimiz ko'paygan, tarqatilish holatlari ko'paygan. Masalan, 2003-yil bilan biz solishtiradigan bo'lsak, biz agentligimiz
o'sha internet makonidagi amaldagi qonunchiligimiz doirasida amaldagi qonunchiligimiz yuzasidan monitoring ishlarini olib boradida. Monitoring ishlarimiz natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, narkotik, psixotrop moddalar yoki prekursorlar reklamasi, realizatsiyasi masalasi, firibgarlik, phishing yangi ibora kirib keldi. Phishing, deepfake, soxta profillar, zararli havolalar masalasi. Yana pornografik materiallar tarqatish, zo'ravonlik yildan yilga o'sib borayotganligini ko'rsatib bo'lyapti bu raqamlar. Umrohxo'ja Azizovich, mana bilamiz, mamlakatimizda konstitutsiyaviy davlat bosh qomusimizda har bir insonning huquqlari, qadr-qimmati, sha'ni huquqiy jihatdan konstitutsiyaviy himoyaga olinganda, amaldagi qonunlarning negizida ham asosiy markazda inson turadi, inson huquqlari turadi. Biz hozir tilga olayotgan masala, mavzuning negizida ham jamiyatda mana shu bir inson qaysi bir insonning huquqlarini poymol qilish bilan bog'liq. Ya'ni uni haqorat qilish, tuhmat qilish, bevosita mana shu platformada noqonuniy kontent yaratib, shu insonning huquqlarini buzish bilan bog'liq bir holatlarga yo'l qo'ymaslik kun tartibida turadi-da. Albatta biz mana yuqorida ta'kidlayapmiz, internetdagi noqonuniy kontentlar haqida so'z yurityapmiz. Albatta uni qonuniy asosi avvalambor konstitutsiyaviy nuqtai nazardan mustahkamlangan. Dunyo tajribasi bilan bir qiyoslab ko'raylik-da. O'zbekiston milliy qonunchiligi bu boradagi mana konstitutsiyamizdan tortib amalda 800 ga yaqin qonunlarimiz bor. Minglab normativ hujjatlar bor, boshqa qonun osti hujjatlarimizda. Xorijda yondashuv qanday? Mana shunday noqonuniy kontentlarni bartaraf etish nuqtai nazaridan bir huquqiy asos yaratilganmi? Umuman bu bartaraf etish bo'yicha qanday choralar ko'rilyapti? Marhamat. Assalomu alaykum. Siz aytayotgan mavzu bo'yicha tegishli o'rganishlar, tahlillar olib borilgan. O'sha bir insonning shaxsiga daxl qilish, uni shaxsiy fotosuratlari yoki shaxsiy ma'lumotlarini uni ruxsatsiz e'lon qilib yo uni sha'niga o'sha asoslanmagan gaplarni gapirib, tuhmat, haqorat shaklidagi o'sha huquqlarning buzilishi uchun o'sha dunyo tajribasida ham juda ko'p misollar keltirish mumkin. Masalan, o'sha Yevropa davlatlarida ma'lum miqdorda o'sha jarimalar, katta jarimalarga solinishga sabab bo'ladi. Boshqa mamlakatlarda ham xuddi shu tadbirlar, Osiyo mamlakatlarida ham chora-tadbirlar ko'zda tutilgan. Umuman shu bugungi kunda shu raqamli texnologiyalar rivojlanishi natijasida shu insoniyatni bir shaxsiy chegaralari buzildi-da. Masalan, oldin haligi kamerani zoomiga o'xshab, hozir kichraytirsak, ilgari bitta uyda, oilada bir farzandning kamolga yetishi uchun shu 4 ta devor orasida ota-ona unga mas'ul bo'lgan, tarbiyasiga, dunyoqarashi shakllanishiga, yomon bolalar bilan o'ynamayaptimi, dunyoqarashi o'zgarmayaptimi degan ma'noda. Bugun o'sha devorlar yo'q. Nafaqat uyni devorlari, mahallani, shaharni, davlatlarni devorlari yuvilib ketganda, ya'ni bitta masalan yigit bir joyda o'tirgan bir o'sha o'zbek bolasi boshqa bir Madagaskarda bo'layotgan bir voqealarni yoki qanaqadir o'sha kontentlarni ko'rishi va shu asosda uni fikrlari shakllanishi mumkin. Shu nuqtai nazardan shu xavfli deb aytilayotgan masala shu bugungi kunda bejizga emas. O'sha shafqatsizlik, o'sha zo'ravonlik sahnalari ochiqdan ochiq aks ettirilgan o'sha kontentlarni tarqatilishi ham hozir juda keng ommalashib ketdi. Hatto o'sha qonli suratlar bilan yoki o'sha jinoyatni tafsilotlari bilan, masalan 24 marta pichoqladi yo falon qildi, bo'laklarga bo'ldi, bir narsa qildi degan bu informatsiyalar, bu o'sha foydalanuvchilar, oddiy sog'lom fikrli foydalanuvchilar, hatto ularni psixikasiga ta'sir qilishi mumkin. Undan bolalar, yoshlar, ayollar foydalanadi. Shu nuqtai nazardan bu ularni nafaqat ruhiyatiga, balki o'sha axloqiy qarashlari shakllanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qo'shimcha sifatida men bir narsani aytmoqchi edim. Bir e'tibor bergan bo'lsangiz, pandemiya davridan keyin umuman internetda rivojlanishi, onlayn xizmatlar juda ko'paydi. Demak, xorijiy davlatlarda ham umuman internetni tartibga solish bilan bog'liq. Internet bitta shior ketyapti hozir bu yerda. Internet erkin,
lekin xavfsiz bo'lish kerak degan masala ketyapti. Internet erkin, lekin xavfsiz bo'lish kerak. Albatta, ezgu maqsadda yaratilgan bu. Insoniyatga ezgu maqsad uchun xizmat qilish kerak. Shunaqa xavfsiz bo'lish kerak degan takomil nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, keyingi paytdagi o'sha amaldagi qonunchiligimiz xorijiy davlat, masalan, Germaniya, Fransiya, Turkiya tajribasini oladigan bo'lsangiz, aksariyat qonunlarimiz 2017-yildan buyog'iga qabul qilingan. Masalan, Germaniyada ijtimoiy tarmoqlarda huquqni qo'llashni takomillashtirish to'g'risidagi qonuni bor. Uni mahalliy aholi Facebook qonuni deydi. O'sha Facebook qonuniga ko'ra 2 milliondan ortiq foydalanuvchiga ega platformalarga noqonuniy kontentni 24 soat ichida o'chirib tashlash majburiyatini yukladi. Demak, 1 sutka davomida noqonuniy kontentni o'chirib tashlash majburiyatini yukladi. Germaniya tajribasiga ko'ra, platformalar noqonuniy kontentni aniqlash va o'chirishda davlat organlari bilan yaqin hamkorlik qilish kerak. Fransiyada internetni 2020-yilda qabul qilingan. Internetda nafratni qo'zg'atishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun irqiy, diniy, jinsiy orientatsiyaga asoslangan nafrat uyg'otuvchi kontentni 24 soat ichida o'chirib tashlash kerak. Terrorizm qarang. E'tibor bering shu narsaga, terrorizm va bolalar pornografiyasiga oid kontentni esa 1 soat ichida o'chirish kerak. Endi Turkiya tajribasiga to'xtaladigan bo'lsak, xorijiy IT kompaniyalarga mamlakatda vakil tayinlash. Demak, eng xorijiy, masalan, mashhur veb-sayt bo'ladigan bo'lsa yoki mashhur ijtimoiy tarmoq bo'ladigan bo'lsa, Turkiya Respublikasi hududida vakilini tayinlash kerak. Vakil tayinlash kerak, o'sha mahalliy tartibga soluvchi organlar bilan doimiy ravishda hamkorlik o'rnatilishi kerak. Bu demak, o'sha 3 ta davlat Germaniya, Fransiya, Turkiya tajribasi misolida qaraydigan bo'lsak, bizda ham bor shu narsa. 24 soat ichida o'sha noqonuniy Vazirlar Mahkamasining qarori mavjud, amaldagi tartib bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan o'sha akkaunt egasiga jo'natiladi. O'sha 24 soat ichida noqonuniy kontentni o'chirib tashlash masalasi. Agar noqonuniy kontent o'chirilmaydigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar, platformalarga murojaat qilinadi. Agar shunaqa tartib bo'lganda qilmaydigan bo'lsa. Ya'ni bevosita mana bu haqda mutaxassis ekspertlar ham buni ko'p bor ta'kidlaydi, bloklash masalasini qo'yyapti-da. Ba'zi davlatlarda ko'ryapmiz. Agar endi bu chegarasi yo'q, global dunyoda yashayapmiz. Mana dunyoda 8 milliarddan ko'proq aholi yashasa, biz yagona bir makonda yashayapmiz. Dunyoda eng katta xavf bu mafkuraviy tahdidlar haqida ko'p gapirilyapti. Global dunyoda global xavf sifatida qaralyapti. Har bir davlat o'zining milliy manfaatini, xalqini himoyasini ta'minlash bu kun tartibida turibdi. Siz bilan biz bugun gaplashayotgan bevosita mana shu internetdagi noqonuniy kontentlar, mana shu xavf xatarni uyg'otishi mumkin bo'lgan o'sha vaziyatlar, holatlarni bartaraf etish bilan bog'liq bir holatni biz ko'rib turgan teletomoshabinga tushuntirishga harakat qilyapmiz. Men bermoqchi bo'lgan navbatdagi savol mana ko'proq mana guvoh bo'lyapmiz firibgarlik bilan bog'liq holatlarda. Chunki internetdan foydalanmayotgan insonlar kam bo'lib qoldi-da jamiyatda. O'zbekistonning o'zida ham shu darajada taraqqiy etib, shu darajada kirib bordiki soha, albatta har bir inson bu shu kichik yoshdagi yurtdoshlarimizdan tortib yoshi ulug' insonlargacha qo'lida shu planshetda ko'ryapmiz, internetda ko'ryapmiz, internetdagi voqelikni kuzatib borayotgan guvoh bo'lyapmiz. Va o'z navbatida mana shu firibgarlikni bir dan foydalanib, masalan, firibgarlik qilib uni tuzog'iga ilinib, jabr chekayotgan fuqarolar ham bor-da, shunday emasmi? Umuman bir masalaga bir oydinlik kiritib o'tsakda, mana shu internetdagi noqonuniy kontentlar bilan bog'liq bir turlar, bir aniq bir ilmiy deymizmi, bir ajratib olinganmi? Masalan, xalqaro tajriba bordir. Masalan, xorijning yoki dunyoning tajribasida. Bu masalada bir yondashuv qanday? Marhamat. Shu bugungi kunda siz aytib o'tgandek, boya aytildi, shu ijtimoiy tarmoqlar, internetning rivojlanishi, shu ta'lim olish, biznes yuritish, xizmatlar sohasi, barcha sohalarning rivojlanishiga turtki bo'ldi, bir vosita bo'ldi. Kasblar, sohalar, shu bilan birgalikda haligi o'g'rilik yoki masalan shu bir jinoyatchilik turlarini ham shu ommalashishiga sabab bo'lyapti-da. Vosita foydalanyapti. Shuni xalqona qilib jaydar qilib aytganda. Shu bir vositaga aylandi. Boya aytganimizdek, o'sha bugun u o'zini qo'shnisini emas, u dunyoni narigi chetidagi odamlarni ham o'sha mablag'larini, hatto shu mulklarini o'zlashtirib olish, daxl qilish imkoniyatiga qo'sh tirnoq ichida ega bo'lyapti. Bu borada masalan o'sha turli firibgarlik nuqtai nazaridan shu kiber jinoyatlarni turlari bor. Masalan o'sha phishing deydi, ya'ni o'sha inglizcha o'zakda fish, qarmoq, baliqni qarmoqqa ilintirish degan mazmunda sizga o'sha biror bir ishonchli tashkilot yoki shaxsning nomiga o'xshagan bir havolani
masalan o'sha nimadir.uz degan bo'lsa, shuni nimadir deydida, yoniga qo'shimcha bir belgi qo'yib, shu havolani sizga yuboradi. Mana kirgin haligi odamlarga tekinga masalan nimadir tarqatilyapti ekan, pul berilyapti ekan yo boshqa degan mazmunda. Kirib bossangiz, sizni shaxsiy ma'lumotlaringiz qo'lga kiritadi u odam va sizning kontaktingiz orqali boshqa u o'ljalarni yanada ko'paytirish imkoniyatiga ega bo'ladida. Shunga o'xshab, masalan o'sha bullying deb aytildi, ya'ni internetda bir insonni ommaviy ravishda ta'qib qilish, uni o'sha shaxsiy ma'lumotlari yoki o'sha shaxsiy xususiyatlaridan kelib chiqib, uni ta'qib qilish, unga bosim o'tkazish holatlari o'sha ayniqsa o'sha hatto hozirgi kunda ko'rsatkichlari oshgan bolalar, yoshlar o'rtasida bu narsa ommalashyapti. Shunga o'xshab juda ko'p turlari bugungi kunda o'sha yangi tendensiyalar sifatida o'sha paydo bo'lyapti. O'z-o'zidan bu nima deydi? Boya aytib o'tildi, qonunchilikni takomillashtirish kerak, qanaqadir o'sha xorij tajribasini o'rganish kerak deyilyapti. Shu bilan birgalikda odamlarni o'zida ham shu bir media savodxonlikni shakllantirishni bugungi kun shu taqozo qilyapti-da. O'sha ta'lim tizimida, maktablarda shu onlayn etika, foydalanish, hattoki bitta platformada shaxsiy akkaunt ochish shartlari, masalan, oddiygina o'zingiz filtrlashingiz mumkin-da. Shu yomon xabarlardan, o'sha sizni qiziqtirmaydigan, o'sha yomon mazmundagi kontentlardan himoya qilishingiz mumkin. Akkaunt ochayotganda shu qo'llanmalar, yo'riqnomalari bor. Menga masalan mana bu mazmundagi kontentlar qiziq emas deb shu belgi qo'yib ketsangiz, shu narsa sizga chiqmaydi platformada sahifa ochganingizda. Endi shunga o'xshagan oddiy boshlang'ich bilimlarni, ko'nikmalarni shu maktab yoshidan boshlab universitetlarda, ta'lim muassasalarida singdirib, shu odamlarni dunyoqarashini ham bir oshirib, shu yo'lda bir harakatlarni jadallashtirish taqozo etyapti-da. Ma'murjon Mahmudovich, biz hozir gapiryapmiz, mana shu noqonuniy kontentlar haqida aytyapmiz-da. Jamiyatda har bir munosabatning huquqiy asosi bo'lish kerak-da, shunda bir tartib bo'ladi-da. Qaysi bir fuqaroni huquqini buzishga yo'l qo'yilmaydi. Bu huquqiy jamiyat ham shu, huquqiy demokratik fuqarolik jamiyati deymiz. Jamiyatda qonun ustuvor bo'lish kerak. Qonun ustuvor bo'lish uchun qonun bo'lish kerak-da, mukammal qonun bo'lish kerak. Xalqchil, to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan qonun bu juda ham muhim. Men bermoqchi bo'lgan savol mana shu noqonuniy kontentlar haqida so'z yurityapmiz. Bu juda keng tushuncha-da. Bu yangi kirib kelgan tushuncha. Yana agar aniqroq aytadigan bo'lsa, bu qamrov juda kengga o'xshaydi-da. Chunki bu informatsion texnologiyalar bilan bog'liq, internet bilan bog'liq, ijtimoiy tarmoqlar faoliyati bilan bog'liq bo'lyapti-da. Munosabatlar ham o'ziga xos ko'rinishda namoyon bo'lyapti. Buni bir qamrov masalasida bir iloji bormi? Buni qonunga hammasini bir jamlab kiritishni masalan-da. Xorijda qanday bu yondashuv bor, qanday tajriba bor bu masalada? Boya haqiqatan ham bu ham juda katta dolzarb masala. Yuqorida men Germaniya, Fransiya, Turkiya tajribasi haqida to'xtalib o'tdim. Birinchi navbatda bizda ham bor axborotlashtirish to'g'risidagi qonunning 12.1 moddasi bor. O'sha 12.1 moddasiga ko'ra internet sahifasi egasi yoki o'sha akkaunt egasi 11 ta turdagi axborotlarni tarqatishi qat'iyan taqiqlab qo'yilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda yoki jinoyat kodeksida bu bo'yicha alohida mana masalan anaqalar, me'yorlarimiz mavjudda. Misol uchun oddiy anaqa qiladigan bo'lsak, amalda ommaviy tartibsizliklarga, fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga, shuningdek belgilangan tartibni buzgan holda o'tkaziladigan yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlar, namoyishlarda ishtirok etishga da'vat qiluvchi, shuningdek mazkur noqonuniy harakatlarni muvofiqlashtirishga qaratilgan ma'lumotlar uchun jinoyat kodeksida alohida modda belgilab qo'yilgan. Urush, zo'ravonlik, terrorizm, shuningdek ekstremizm, separatizm g'oyalari, ekstremistik va terroristik tashkilotlarning atributlari va ramzlari masalasi bo'yicha ham jinoyat kodeksida yozilgan bo'lgan. Bu turdagi alganaqalarimiz unaqa juda ko'p emas, lekin mana pornografiya masalasi bo'yicha ko'paygan, yildan yilga foizli alganaqa hisobida ko'radigan bo'lsak, foizli masalasida ko'radigan bo'lsak, salkam mana misol uchun narkotik psixotrop moddalar masalasida prekursorlar reklamasi bo'yicha 112 barobarga oshgan 1 yil ichida. Pornografiya mahsulotlari tarqatish 5.3 barobarga oshgan. Phishing boya yuqorida ta'kidlab o'tdingiz.
phishing, deepfake, soxta profillar masalasi zararli havolalar 308 ga barobarga oshgan. Demak, bizda amaldagi o'sha ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun bor, axborotlashtirish to'g'risidagi qonun bor, kiber xavfsizlik to'g'risidagi qonun bor. Undan tashqari shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunlarimiz mavjud amalda. Endi demak, yangi qonunchiligimiz nima? Biz amaldagi qonunchiligimizni takomillashtirishimiz kerakki, phishing, deepfake degan yangi iboralar kirib keldi bizga. Demak, o'sha phishing, deepfake bilan bog'liq, soxta profillar bilan bog'liq amaldagi qonunchiligimizni takomillashtirishga ehtiyoj mavjud. Men sizga bitta misol aytaydim. Shu yerda firibgarlik masalasi bo'yicha qarang. Yaqinda Mirzo Ulug'bek tumanida kiber xavfsizlik, ichki ishlar organlari davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Bu ommaviy axborot vositalarida ham e'lon qilindi. 20 dan ortiq shaxs salkam 15 mingdan ortiq odamni shaxsiy ma'lumotlarga ega bo'lgan. O'sha shaxsiy ma'lumotlarni bitta kvartiraga joylashib olib, xonadonga joylashib olib, telefonlardan murojaat qilib, phishing yo'li bilan turli xil soxta akkauntlarni jo'natish orqali ularni shaxsiy ma'lumotlardan olish bilan foydalangan. Undan tashqari pullarini olish bilan moliyaviy zarar yetkizish faoliyati bilan shug'ullangan. Demak, internet imkoniyatlari kengaygan sari tahdidlari ham shuncha kengayib boradi. Shu tahdidlari kengayib borish nuqtai nazaridan ham biz amaldagi qonunchiligimizni yanada takomillashtirishimiz kerak. Qonunchiligimiz ham dogma emas, bir joyda qotib qoladigan narsa emas. Demak, yillar o'tgan sari, texnologiyalar rivojlangan sari, zamon rivojlangan sari o'shanga mos ravishda qonunchilik ham takomillashib borish kerak. Biz asosiy anaqa maqsad muddaolarimiz ham o'sha amaldagi qonunchiligimizni takomillashtirish. Biz bir joyda o'sha to'xtab qolganimiz yo'q. Xorijiy davlatlarning tajribasini o'rganganimizda yakka-yagona o'sha internet faoliyati bilan bog'liq yaxlit qonun mavjudligini ko'rdik. Yaxlit qonun. Demak, bizda ham o'sha yaxlit qonun ishlab chiqishga ehtiyoj sezilyapti. Demak, bu qonunimizda Vazirlar Mahkamasining qarorlarida tartiblar, taomillar bor, lekin yaxlit qonun masalasi bo'yicha qonunimiz yo'q. Shu nuqtai nazardan biz hozir shu masala bo'yicha biz hozir dastlabki bosqichda xorijiy tajribani o'rganyapmiz. Xorijiy tajribadan kelib chiqib turib, odamlarning fikr mulohazalarini o'rgangan holatda umumiy yuzaga kelgan vaziyatdan kelib chiqib shu narsa taqozo qilyapti-da hozir. Bu hayot taqozo etayotgan narsa. Chunki tarixga juda jadallashib ketdi. Shunaqa. Yuqorida o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, kutilmagan bir vaziyatlar ko'payib ketdi-da. Chunki axborot informatsion texnologiya, mana sun'iy intellekt kirib keldi masalanda. 4-sanoat inqilobi haqida so'z yurityapmiz hozirgi kunda. Dunyoda tarixga shu darajada jadallashib ketdiki, yuqorida biz aytib o'tyapmiz, bu bevosita jumladan o'sha internetdagi noqonuniy kontentlarni turli xil bir shakl shamoyilda namoyon bo'lib, eng muhimi bu jamiyat uchun, xalqimiz uchun, davlatimiz uchun xavf xatar tug'diradigan bir vaziyatlarning paydo bo'lishi, bu albatta biz qarab turadigan bir vaziyat emas. Albatta mamlakatimizda bu masala bo'yicha tegishli chora-tadbirlar ko'rilyapti, lekin butun jamoatchilik bundan xabardor bo'lish kerak, bu o'zini daxldor deb bilish kerak-da jarayonlarga-da. Men bermoqchi bo'lgan savol oddiygina mana yuqorida aytayapmiz, narkotik, psixotrop moddalarni sotish bilan bog'liq internetdagi noqonuniy kontentlar soni ham nazarimda ko'payib qoldi. Masalan, ba'zi ko'proq shuni realizatsiya qilishga, sotishga harakat qilyapti. Jinoiy guruhlarda bir paytlar bu yangicha bir ko'rinishlari-da. Bu juda ham bir xatarli, masalan, yoshlarimiz uchun, yoshlarimiz tarbiyasi uchun, yoshlarimiz salomatligi uchun. Go'yoki endi bu vosita orqali haligi nima deydi, jinoyatni yashirish va shu orqali o'zini boyitishga bo'lgan bir yangi bir ko'rinish sifatida ko'ryapti, vosita sifatida foydalanyapti. Shunday emasmi? Marhamat. Boya o'sha yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, haqiqatan ham biz hayotimizdagi aksariyat muomalalarimiz internetga ko'chdi. Internetga ko'chgandan keyin narkotik, psixodrop moddalari ham savdosi kengaydi. Achinarli tomoni, biz har kuni ommaviy axborot vositalari orqali ko'rib turibmiz, biz o'zimiz farzandlarimiz ularning tuzog'iga ilinib qolyapti. Turli xil tabletkalar ko'rinishida sotilishi, mana o'sha statistikamiz tahlilga ko'ra o'sha murojaatlar soni, mana shu masala bo'yicha murojaatlar soni 112 barobarga oshganini ko'rsatadi. Bu juda katta raqam hisoblanadi. Endi nima deydi? Eng yomon tomoni bitta alganaqa qiyin jihatlardan bitta narsaki anonimlik masalasi bor bu yerda. Masalan, havolalar ham anonim yoki
misol uchun axborot tarqatuvchisi ham anonimlikka o'tib olgan. Uni haqiqiy shaxs egasini topishingiz murakkablik bo'ladi. Anonim bo'lgandan keyin bitta akkauntni bloklasangiz, misol uchun bitta akkauntni o'chirib tashlasangiz 10 minutda yarimta akkaunt ochib olaverasiz-da. Demak, zamon rivojlandi, tezkorlik bilan rivojlandi. Shu nuqtai nazardan bitta biz o'sha media savodxonligimiz yetarli darajada bo'lsak, misol uchun yoshimiz ulg'aygan sari oqni qorani ajrataveramiz. Lekin bugun farzandlarimiz internetda hammasini qo'lida telefonda, hammasini qo'lida telefon bo'lgandan keyin hamma barcha ma'lumotlar o'shanda joylashgan, mujassam bo'lgan. Demak, o'sha uni farzi bolalarimiz ham masalan narkotik ko'rinishda berilmaydi u narsaga ham. Taklif qilinayotgandan bugun talabdan ko'ra taklifni alginaqalar ko'payib ketdi-da. Nima deydi? Turlari ko'paydi. Har xil turda taklif qiladi. Masalan, nima deydi? Tabletka ko'rinishida taklif qiladi, qand ko'rinishida taklif qilinadi, har xil ko'rinishda taklif qilinadi. Demak, o'sha takliflarni ajratib olish uchun bolamiz media jihatdan ham, boshqa jihatdan ham ancha yetuk bo'lish kerak. Endi yana bitta alginaqasi, buni oldini olish yo'llaridan bitta alginaqasi mana yuqorida Ibrohim ham ta'kidlab o'tdi, media savodxonlik masalasi, content monitoring masalasi, undan keyin filtrlash, bloklash masalasi. Yana bitta alginaqa narsalarimizdan jamoatchilik va ta'lim masalasi. Jamoatchilik o'sha fuqarolarimiz noqonuniy kontent ekanligini bilib turib xabardor qilsa, masalan ijtimoiy tarmoq ma'muriyatlariga yoki spam bu deb turib yoki xabardor qilsa, ular o'sha ijtimoiy tarmoqlar ma'muriyatlari ham buni o'sha noqonuniy kontent ekanligini bilib turib ko'proq murojaat bo'lsa, uni olib tashlash choralarini ko'radi yoki blokirovka qilish choralarini ko'radi. Demak, bu yerda internet hammamiz foydalanyapmizmi? Yaxshi imkoniyatlardan hammamiz foydalanganimizdagi endi unda noqonuniy kontentni oldini olish bo'yicha hammamiz birgalikda harakat qilishimiz kerak. Masalan, uyimizda farzandimizdan boshlashimiz kerak bo'lsa. Mani 3 yoshli farzandim YouTube'dan foydalanadi. Bugun YouTube'dan foydalangandan demak, men uni noqonuniy kontent ko'rmasligini oldini olish bo'yicha tegishli choralarni ko'rishim kerak. Ota-onaning zimmasiga jiddiy mas'uliyat yuklaydi. Endi 3 yoshli bola, 4 yoshli bola haqiqatan aytyapti, qo'lida planshet bor, o'rganib qolganda. Endi oq bilan qorani hamma ham bilmaydi-da, hali voyaga yetmagan, masalan, bolalar bilmaydi-da, uni ota-ona birinchi darajada muloqot qiladi. Masalan, mana bu to'g'ri, mana bu noto'g'ri narsa degan bir nima deydi, tarbiya bilan bog'liqda bevosita. Oilani zimmasiga juda katta bir mas'uliyat yuklanayotgan guvoh bo'lyapmiz-da. Qanday bir xulosaviy fikrlar aytsak bo'ladi? Endi mavzumiz juda qirralar, ba'zi bir qirralarga to'xtalib o'tyapmiz. Juda ham dolzarb mavzu. Hali bu haqda turkum ko'rsatuvlar efirga uzatiladi. Bu masalada ko'p muloqotlar tashkil qilinadi. Qanday bir bugungi ko'rsatuvga xulosaviy fikrlarni aytsak bo'ladi? Bugun shu xavf tahdidlar haqida ko'p gapirildi. Bir qisqagina bir misol bilan aytib bermoqchiman. Shu tabiatda kakku degan qush bor. U qush o'zini tuxumini boshqa bir qushlarning inlariga qo'yib uchib ketadi. U qush bu meni tuxumim deb o'ylab, o'sha o'zini tuxumlari bilan birgalikda uni bag'riga bosib yotadi-da, tafti bilan isitib, u ertaga polapon chiqqanda o'zini polaponi emas, boshqa bir qush chiqqanini ko'rib hayratga tushadi-da. Xuddi shunday bugungi kunda mana shu internet orqali tarqatilayotgan noqonuniy kontentlar, boshqalarni ko'ryapti bolalar, yoshlar. Ota-ona buni bilmasligi mumkin-da. Ota-ona meni farzandim, men unga bilim beryapman, gaplashyapman, muloqot qilyapman deydi. Lekin u haligi mana shu noqonuniy, qonunga zid bo'lgan kontentlarni tarqatayotgan kakkularni nimasidan, nima deydi, haligi tuxumidan xuddi paydo bo'lgandek bo'lyapti-da, ularni nimasi ta'siri tufayli. Shu uchun nima deyish kerak? Avvalo bu masalan bizni tashkilotimiz deylik-da, Axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentliginiki, kiber xavfsizlik markazini ishi bu, yo bu falon tashkilotning ishi deb qarash kerak emas masalaga. Bu masala hammaga tegishli, butun millatga, jamiyatni barcha a'zolariga tegishli muammo bo'lgani uchun shu hammamiz birgalikda, boya aytilganidek, ota-onalar ham, farzandlar ham, ta'lim muassasalari ham, ish joylarida ham kerak bo'lsa shu ko'nikmalarni shakllantirishga, rivojlantirishga qaratilgan bir loyihalarni, harakatlarni kuchaytirish kerak deb o'ylayman. Rahmat samimiy fikrlar uchun. Yuqorida ham aytdik, albatta bu mavzuga navbatdagi dasturlarimizda yana qaytamiz. Albatta juda ham dolzarb. Tashrif uchun bildirilgan fikrlar uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Muhtaram teletomoshabinlar, aytadigan xulosaviy fikrlar albatta internet insoniyatga cheksiz imkoniyatlarni taqdim etdi. Ushbu informatsion texnologiyalar yoshlarning ma'naviy va axloqiy barkamolligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Faqat undan to'g'ri foydalanish juda ham muhim. Bunda mazkur jarayonlarning mukammal huquqiy asosi bo'lishini
hayotning o'zi taqozo etmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat.